Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık üstü uçuk türmege aylanğan Şarkı Türkistan programımızın 10. bölümüge kelgenlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon görüşler, bugünkü söhbetimizde yana hem her daim kadar hürmetlik mekmenimiz Adil Abdülgafur akımız kıymetli vaktin çıkarıp kepaydı. Köp rahmet etimiz olsun kepaydı. Allah razı olsun. Kadirli kardeşler, bugünkü söhbetimizdeki mavzusu yani biz vatanda bulup ötken şu zulümlerini, Xitay tecavüzçilerinin elip berip atkan bu zulümlerini söylep kilovatımız programlarımızda. Bugün tünü gün hemen malum 4. ayının 5. günü idi tünü gün. Yani Şarkı Türkistan'da her bir halkımız, her bir Şarkı Türkistan halkınınki yürüküde çoğunkur iz kaldırgan Şarkı Türkistan tarihinde buruluş bir basqıç, tarihi bir buruluş basqıcı yaratkan, yani 90. yılı 4. ayının 5. günü, yani 5. aprel vatanımızda yüz bergen bu kan kölemindeki, yani bir taraftan elbette bunun ahiri besik turulgan bolsumu, tecavüzçiler tarafından vahşilerce besik turulgan bolsumu, yani bir taraftan yani Şarkı Türkistan halkının naiti korkmaz, baş egmez ruhini bütün dünyaya aşkarlap bergen bu halkımızdaki, ot yürek halkımızdan mücahitlerimizdeki kançılık aşındaq tez şeraitlerdi mi? Şuncu valla kafirliğe karşı, şuncu valla tecavüzçiliğe karşı kökrek verip çıkarlığından ibaret bir tarihi bir gün. Yani 26 yıl, bundan 26 yıl ötüp gitti, yani tünü gün del 26 yıl boğan günü idi. Bu münasebet bilen biz tarih bununla udul kelgerlik için bugünkü söhbetimizde muşu haqda söhbet elip barımız muşu vaqanın aldıkeni ve barın inqilabi, barın cihadınınki haqqıda bir əslime sübtide. Çünkü Adil Abdülgafur akımızın bu vaqalik boğan vaqtlarda şu vatanda, şu yurtqa nayet yaqın joyda idi. Şundaqla bununla qatnaşqan ve alakası bak kişiler bilen nurgun söhbette boğan türmede yatqa vaqtlarda mı beşidin şu bu vaqa haqqında türme kirgenler bilen nurgun söhbetlerde boğan kişi boğanlık için bilgen şu söhbette biraz bir asli müsbetide toxtulup ötsek dep bunu orunlaştırdık adilga. Endi şu vaqadan bir qısqacha bir televizyon görüşlerimizge biraz əslab ötsek vaqanınki. Ben azraqlan bir qısqa bir narsa oxup ötey, 1990 yılı 5. aprel günü, yani bütün dünyanın diqqətini şu vaqtda hem tartqan bir tarix boğan hem de bu günde. Hem de Zeydin Yusuf başçılıqdaki şunchaki yaş vaqtı, yani 26 yaş vaqt kent hamda bununla başlamçılıq qılğan yaş oğlanımız, kahramanımız 90 yıl 4. ayının 5. günü 500'dek Uygur kadarlı kardeşler, 500'dek Uygur cami, yani 22.454 asker çıkarıp Xitay tecavüzçileri 9 geç gündüzmüş 500 Uygur bula karşı hamlasına uğraşkan, can kılgan. Barın şu vaxtki barın yesin nüfusu 19.000 nüfus vakan hamda. Yani Xitay şu kadar qoqup ketiklikemde 22.454 nefer asker çıkarıp, yani umumi halkı 19.000 nüfusu var bir yeziga 22.454 nefer asker çıkarıp, muşu askerler bilen şu 500'de qeyrindişimiz qoluda bir zamanı qoral ubu bulmagan bolsumu dal 9 geç gündüzmüş şundaq kahramanlık bilen can qılıp Xitay bu bunca askerlerden şoň katliam yürgüzüp nurgun halkımızdan öldürgen boldu bunun içinde. Hem de şu vakanın başlanış sebebini biraz söylesek, Zeydin Yusuf başçılıqda, asli Zeydin Yusuf 200'den artıq yaş bilen şu Barniyes'te bir yerge cem bolup aldı bilen Şarkı Türkistan İslam Partisi namıda bir teşkilat kurganken Zeydin Yusuf arqadan bu teşkilatın gaye maksatlarını belgilep karar kılgan eken hareket götüp hareketini başlagan eken şu vaqa boğuşarlıqta 90 yıldan başladı Şarkı Türkistan İslam Partisi Cemal Muhammed'in öyle birinci qetim partiya yığını çağırılgan. Onun kendi bir hizmetlerini muhakeme kılıp orlaştırıp 90 yılı 2. ayının başlarında Say Mescid'de 2. qetim yığını açılganken 3. ayının 15. günü Maqta qoşmaqның öyle 3. qetim yığını açıp qoral yaraq oqtor tayarlaş ve intizam meselesini müzakere kılgan.
maxfiyetlikni qattiq saqlash to'g'risida kimning oshkorligi o'tib qolib qolsa, oshkorlik uchun butun oilasi bilan qo'shib qattiq jazolash to'g'risida belgilab bekitilgan ekan hamda. 3-oyning 25-kuni, 9-yil 3-oyning 25-kuni Say masjidi 4-qatim yig'in ochib, harakatning konkret tashkili apparati ish taqsimotini muhokama qilib bu yerda bekitib, har bir shaxsga aniq vazifa taqsim qilingan ekan hamda. Shu vaqtda Zeyd Yusuf 26 yoshda edi, qo'zg'olon rahbarlik qilgan bu yosh yigit Allah rahmat qilsin yatgan yerda. Shunday qilib barliq bu harakatda, bu jihatda o'zining issiq jonini taqdim qilgan barliq qarindoshlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz oldindan albatta. Demak, endi shu oldikan 4-oyning 5-kuni bo'g'icha bu shaklda bo'lgan ekan, qisqacha qilib aytsak. Ammo shu voqeaga haqida biroz sizningki eslemelerini, bu voqeaga qatnashgan va turmada yotgan vaqtlarda uchrashgan, so'zlashgan kishilar bilan qilingan shu Zeyd Yusuf haqida mushahda biroz so'zlab o'tgan bo'lsizlar. Burada Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden bu sohbetimizge qatnashishga ishtirok qilgan barliq qarindoshlarimiz, shunday qilib televizor ekran to'ri oldida o'tirib biz bilan hamsuhbat bo'lib o'tgan barliq qarindoshlarimizga Allohning salomi bo'lsin. Men bu voqealikka nisbatan o'zimningki biladigan aslimalarimni o'tirib qo'yishdan burun shu biz bilan shu sohbatni dunyoning har qaysi joylarida bizning tilimizni tushunadigan qarindoshlarimizning ko'rayotganlar ma'lumimda bilyapmiz. Ama yakından beri meyli barın vakası olsun, meyli G'o'jadagi shahidlarning kişilikini esleşi olsun, meyli önümüzdeki vakanı olsun, meyli qachon olsun, hatta bizning 44-yili 33-yildagi davlatimizda islom jumuriyatining qurilganlik bu shonliq tarixini esleşi olsun. Mushg'ildagi eslash faoliyatlar bu Turkiyada qilib ma'rif jamiyatininki başka teşkilatlarınki yeteklikide to'g'ri yaxshi elib berildi, imkonni berish, ammo xo'sh, jamiyatda bir qism kishilar endi bundan qilqi men bu yerda da'vat qilaman, bundan e'tiroz qilmoqda bir eslab qo'yish bilan, xotirlab qo'yish bilan nima bitdi, qur'onga qilib quruq eslab o'ltirdi deydigan manda bir gaplarni anglamay qolmadim men. Bu bizning yanimda tarixga bo'lgan sal qarashimiz, tarixiy bo'lgan tushunchimizning ne kadar yo'qligi yoki zaifligi, tarixni muhim deb bilmaganligimizdan, yanada nodonlikning bir alomati. Xo'sh. Endi yana biz yuqoridagi nurg'un programmada jiq suhbatni o'tkazdik, tarix to'g'riliq alohida muhim bir narsani o'tirib qo'ydik. Masalan, Qur'oni Karimda bütün payg'ambarlarningki tarixini Alloh Peygamber Aleyhisselam'a depremigen bolsa vahiy orqali Rasulullah nereden biladi onu. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın tabi bugünkü olan İslamiyet'in 1400 yıllık tarixini ilgili bizden ulemalarımız, ustazlarımız, İslam tarihşünaslarımız ve tarihi medeniyet asarı etiqle maddi ve manevi medeniyet menbelerinden bilmesek nereden bilemez. Şu nesini saklagan. Hatta bugünkünde Türkiye'ninki Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki muzeyxonada Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabalardan kalkan maddi uruş eserleri hazırlıkça saklandıqlık bunu bütün dünyada kayga edip suyup eslep çıkıvatqanlık. Demek bizden nurgun tarihi eslemelerimiz ve maddi manevi menbelerimiz bolgan. Ama Xitay bizden bütün tarihimizni unutuldurib etiş için tarix sel qaraydigan tarixtin ancha bunun itibar berib ketmaydigan öz ata ajdodlarini unutuldurib etib, izdireksiz yo'qotishdek bir tarixiy xayillik siyosatini qo'llanib, bizni tarix sal qaraydigan shunday bilimsiz bir nodon yildirib qo'yganlik. Shu sababdan bu xildagi illat, bu buzuq stil bizda ilmi ham yo'qolmay, bugungi kunda madaniyatlik dunyoda biz bu asoratdan, bu azg'unlikninki qasırıqların tek biz bunu özümüzden tazlap olamayatımız. Şunu qarindoshlarimiz tarixim işlerine meli biz demesek bunu sizlar demesleri kimdi demdi, kim deydi? Bu unutulup kesilsin mi? Bu kömülüp kesilsin mi? Yok. Bunu bize dep turgan dekin bu asasda yetilgen ösmer evlatlarımızdan ki asas əsas qilib bu tarixlab mağdığan narsa Xitayning bizni nima qilganligi ve bizni Xitayga biz qanday qildi, Xitay bizni nima qildi?
Nima uchun bu o'ttirgi bu to'qinish, bu mujadala o'z yildan uzun tarixda bu to'xtamay keldi. Buni avlod bilish kerak. Buni bilmasa bo'lmaydi. Çünkü bu usul sel qargan qarindoshlar bizning bu suhbatlarimizni e'tiborsiz qolgan qarindoshlar biroz bu masalaga biroz to'g'ri qarab kelsa deyman. Endi ikkinchi masala yana biz bugungi bu suhbat o'tirishimizda endi Barın inqilobi yana 1990-yılı yani 4-ayninki 5-kuni Qashqar viloyatininki Aqtu noyisida Xitoy hokimiyatiga qarshi yani cho'ng bir endi mohiyati jihat tusilgan zoirda dehqonlar qo'zg'oloni shakldagi bir qo'zg'olon shu qadar az bir kishilarninki shu qadar ruhliq janglar ro'ylan bu xuddi bombaga bir portlab Xitoyni sarosimaga soldi. Yana Uyg'urlarninki 1949-yildan tortib ta 1990-yilgacha bo'lgan bu shu 40 yillik 30-40 yillik tarixidagi uxlab yotgan bular madaniyat inqilobidagi bu zo'r bir bu musibat tarixdan boshdan kechirgan bu millatning oxirgi ilmi ham ro'yatan nayt uyg'oq jushqin millat ekanligini yana bir tarixga namoyon qildi. Buning undan suyunamiz biz. Xo'sh. Endi shu sababdan men misol bir tarix bir o'zing munofiqlik bir ishni eslab bersam bu ish 1990-yili 4-ayning 5-kuni yana payshanba kuni yuz beribdi bu Barın inqilobi. Ama çarşamba kuni akşamda ben bizningki yurt hamda bizning shu Peyzvat Naysinin Qizilboy yeza Arun kenti. Shu yerda biraz yaqin jamoatlar bir uyda bir tebliğ bir davet sorunu qo'yganligim esimda. Men buni faqat Barında bunda ishlarning bo'lishini men bilmayman da. Shu yerdan balki ufujuchaqda biroz kooperatsiya yangidan buzilib, deb diniga qiziqib, uyg'onib, yut-yutida medres o'quvchilar shu qadar gullanib taraqqi qilayotgan her bir 5 kifar Kur'an'ı pişik bildiği adamın uyda 5-10 uşak bala. Aşında bir yaxşı bir vaziyetlerde. Hoş. Onda biz qaysi uyga yig'ilib, bir qizan ay tamoq etib, o maç etemdik, yuqash bir qizan tamoq etib, 30 40 adamni chaqirib, ya bir o'tirishimiz bor, bir tabliğimiz bor desek, her kim keldigan bir vaziyatda. Shu mezgilda yana shu 4-ayninki 4-kuni çarşamba akşam bo'lishi mumkin. Shu kunda biraz yaqin adam bilan bir qo'ynida qo'shnimizning bir oilasida bir yig'ilish o'tkazib bir tabliğ davet bo'lgan. Hem keyin hamda shu yaxshi bir suhbat bo'lgan shu chaqda mush suhbat bo'laplab aytsa meni tutquni keldi endi. Demak shu chaqda shu suhbatimizga shu 4-ayninki 4-kuni çarşamba günü akşam o'ltirgan shu suhbatda bizning shu Arun kentininki yana Arun kentining bir kent boshlig'i buning qatnashib qolibdi ekan. Bu odam aytislam berib hukumatga chiqig'liq meni. Bu Adil Abdug'ofur shunday jutga bihki kentning adamlarini yig'ib mujadala bir davet tabliğ bir qonunsiz diniy faoliyat o'tkazdi deb yana bir adam bir chiqig'liq hukumatga deglik. Anda onunkin o'yigine kelib hukumat o'chaqda u çarşamba kuni bu voqea bu suhbat bo'lgan bo'lsa, berib deglik bu. Anda hukumat buni e'tibor qilmagan gap, anda payshanba kuni aytisi kechtiribdi. Barında voqea chiqqanligi butun Turkiston tuproqlariga bu xabar taqib ketgandan kechdi Barın voqea chiqqandan keyin Barın voqea chiqishdan bir kun burun çarşamba kuni akşamda bu o'tirish bir adamni yig'ib bir davet sorun o'tkazganligimdan Xitoy qattiq gumon qilib meni olib so'ygan bo'ldi. Aqtu voqeasi to'g'risida men uni hech xabarim yo'q. Men bizning mahallada rostlik bizning mahallada shu chaqda biroz qima o'ynaydigan, ishtalashtirish, to'qsoqqa soladigan, ayndaq bakam tijorat qilib kesibsiz, ayndaq behuda bemaqam yoshlar biroz ko'proq ekan bizning mahallada. Şun moş adamla bir ticaretke ya bir moş uşak qilqi qart qog'oz o'ynab, o'shiq o'ynab bunda ulup
aşnağı bir behude işlerden bir kullanıcı bir ticarete bir dehaycılık kirişip kessin diyen bir gap bilen halal bir nimetli bir yaşsın diyen de gap bilen tabii sebep uyuşturganmız. Şunu Xitay'ın şunu eğer barın inkılabı bilen bunun münasebeti bulmasa bu sebep uyuşturam diye degandek bir muloyiza bilan meni tutib Bishkekdan bir tekshirish so'roq qildilar. Ana men bundan hech bir xabarimning yo'qligini dedim, ham atrofdagi Bishkek adamni guvohlik tortdi, ham guvohlik shu bilan bu tinchidi. Ikkinchi bu vaqt so'rab savol bo'lgan bo'lmadi. Bu yerda shuning bilan menda keyin endi bu arliqda mana yuqoridagi programmalarda o'tib ketdim hamda bu men nima qilib turmuga 90-yılı O'zbekistonga ketib, u yerdan qaytarilib Xitoyda 4 yil turmada yetib, 95 turmadan chiqqandan keyin andan Zeynius'ninki Qibrisga bir baray deb keyin bordim. Demak, shu 4 yil turmada andaza shu chaqda men Aqsuda shu bari qilib qatnashgan bir balla bilan bir yetib qoldim. O balla shu jiraqdan bir agishkicha salohiyat bilan qaytilib nurg'un ishlarni bildi ekan. Keyin andaza birinchi turmaga keyin 10 necha yil yotgan vaqtda bu turmadagi shu bari qilibniki naq maydon shohidlar bilan masalan shu Jamol Muhammad deydigan uni bilan ko'rib baqmadik hamda o nopuzlik mahbuslardan bizdan ko'p ketmaydi qardoshimizni. Xo'sh. Hamda keyin hamda bu yerda ismini desak yaxshi bo'lmaydi. Shu birinchi turmada shu 10-15 tak shu bari jihada qatnashgan qarindoshlarimizdan birga 10 yil hayotini birga o'tkazgan bo'ldim. Hamda bulardanniki anglagan hikoyalarda hamda buning ichida bir qarindoshimiz shunday deb turdi, bu şu barın inqilabı 100 berishdan burun barın qo'zg'algan jihadi shu masalan 3 yil burun deydi. Masalan bu 1990 yil 100 bergan bo'lsa 90-yili 89 90-yili 89 88-yillarda Zeynep Yusuf bilan quyuq aralashib 3 yil o'tirib qolib birga yetib birga qolib birga yashagan bir qarindoshimizdan men 8 yil bir yerda yashab qoldim ham Urumchida. Ana Zeynep Yusuf haqida jiq hikoyalarini jiq aslidan o'tirib qo'yib berdi. Qarasab bu Zeynep Yusuf hamda shu masala qog'liq kelgan buyuk ustoz Abdulla Hakim Maqsum hojimniki madrasaga ama şu Kerem Maqsum shu kuchadi qilqi Abdukerim Abdubili yana Hasan Maqsum Rahimulloh qatorliq hamda hozir nurg'un ustozlar bilan birga shu madrasada o'qigan ustoz ekan. Bu kishi shu endi boshqalardek jiq bilmasam ama sistemalik muomala darsni ama nayet o'zi temkin, nayet g'amkin, ashundaqa nayet o'zi bir ayrim yuradigan ko'p bema'ni bunda behuda parang sohbatlarga aralashmaydigan ashundoq o'zi hamish ashundoq bir g'am bilan yurgandek ashundoq bir yuradigan bir birodar ekan. Keyin bu anglasa menga hikoyasi qilib bergan qarindishim bu o'zidan bir qoida nishonlarini asta deb bergan bu o'zining qabul qilganligini odatda yana bir Zeynep'ninki Urumchiga kelib Abdurahim O'tkir bilan shu chaqdagi Muhammed Abdüşkür Muhammed Emin bilan yana shu chaqdagi hozir Xitoy tilidagi Xinjiang universitetida davatgan shu Urumchidagi oliy maktabniki shu zamonniki dangliq professorlari Shukr Yalqun deymiz, Abdüşkür Muhammed Emin deymiz, Abdurahim O'tkir shu qatorliq kishilarni ko'rishib biz shundoq Qashqarda vatanning ma'lum yerlarida shunday bir qurolliq bir harakat inqilob qilmoqchi. Sizlar shu Urumchidagi oliy maktabniki cho'ng shunday professor dangliq yozuvchilari, professor olimlari sizlar butun ma'rif sohasida butun Turkistonda Uyg'urlar tunishliq mashhur sizlar shunday o'quvchilarni qo'zg'ab bergan Urumchidan deb bularga Abdüşkür Muhammed Emin qatorliq odamlarga bularni iltimos qilganligi nimaniki Zeynep Yusuf ustozning. Ana bularning buni qabul qilmay, yana shu yerda o'zining ba'zilari atizm batıl nazariyasini o'ltirib qo'yib, bu yerda jiq munozirani elib berib, diniy jihatdan, aqida Allohning birlik va barliq tavhid jihatdan jiq suhbatlar elib berib, oxiri ular Zeynep Yusufning munoziraligiga
aldıda o gepleri itibarsız kaldırılıp ahire ondan növbette Xitay bilen bu kıldı kurallık bir inkılap kılmasak, bir cihat yapmasak bu milletning, bu ümmetning, bu ümmetki tabi bu Türkistan'daki bu İslamның bundan keyinki qutuluş imkanı yo'qligini o'tirib qo'ygandan bularniki boshlatganligi. Mesela şu Atumraylık, şu demek Ürümçilik Ali Mektabındaki dağlık adamları. Andır Zeyd Yusuf şu birademiz depresi Ürümçiden çıkıp Kaşgargacha bir ayda kelganligi. Misal şu Kurullu, Aksu taraflardan çıkıp. Adette bu bir hesap Aksu'dun mu? Bir hesap Kuşadı mı? Bu Kaşgarga menip keptiken bu kişi. Şu zamanda Çeniqimen Peygamber Aleyhisselam'ınki hicretini eslep Hoş. Şu adam menip piyade kelganligi. Ayna bu iki kıpırtı bal. Yani bu kardeşimizin depresi bu Zeyd Yusuf Ustaz fakatlam şu 3 yılgacha aşıbalıqı bizge yigayıq bergen bala bile turib diken. Adeti deydi, hele kaçan tamak yegenini, kaçan aram ağınını, kaçan uxluğun ufkunu bulmaydıgan. Tamak yesimi şu kiçikkine bir nes ağzı ya sağın ya kürtük ya kömeydik. Hele bir kuru kiyimini kiyip alsa ayla jilla aş kiyimini jip kaydı kiyip tuluk bir kiyim almak tutmay yaşagandak ayna bir turmuş gazetini yaşagan deydi. Yani onun bir hikaye kılıp bir işçi o kardeşimiz bir katım bu Zeyd Yusuf ben Zeyd Yusuf'un hikayesini kıpbergen bu balıkların ilişkisi Yeni Sa'dan Aktuzay'ı menipti bu Moldova. Hoş. Yeni Sa'dan Aktuzay'ı menip şu Aksu'ya yakın bir yer bağa vakti deydi bu Kabe'ye yakıp ketken deydi. Moldova'sı buzulup kaptı değil mi? Otanmay. Hoş. Andım bu ilki bala şoför iken Zeyd Yusuf'unki. Andım bu Moldova'nın ilki Kağda biraz toxtup koyaptı, soğuk otanmaptı. Otanmagan diken ilki bala içtim deydi, men dedi, otanmaptı bu. Anda yağı tükeyendi mi, akçıkök biraz buzulgan uşaydı deyip cık türüp ketindi. İşte ya kağı verip lan ya putu tepis bilan bir kuruk topun çıkıp oltadı deydi. Uzun oltadı deydi. Motordan cık içtim deydi. Eşim memnun bunu arın utaldıramay, ahiri memnun erkek sal tuzdum anda bir vaxtda tura tepe motor utaladı dedi. Berip lan tepsem motor utalıp ketdi dedi. Demek yani bu adamın motorunu tepe utal dep lan utaldırıp etken demek aşında qılqı. Yüzüçe bazı gepler aşında adamını heyran qıldık bu adamdan kelqi bazı qılıqları gep sözlerden deydi. Ne gelip mansak şu iş qılıp nemi yemiz, qanda qılamız degan vaqtda hiç bir uğurlaştırışsız, hiç bir plansız lan bir tuyuqlarlık bir yaxşı bir işliğe yol qıp qaladık. Ben bu adamın bazı vaqt bir evliyam gidip qaladım. Aşındağı 3 yıl xizmetini qılıp moto bilan birlik qılıp birlik yetip etken deb aşındağı hikaye qıpırdıgan. Yani bu kardeşimiz en ahiri şu onun bu tarixte Xitay mı yazdı bunu. Şu barın inqilabı partlap şu qozgulan şu hikaye qıpırgan kardeşimiz Zeyd Yusuf'un en yakın edimi hem yaşı en küçükken tutma. Ahiri şu Aktu'nun tağlarında o 7 adam kaldık değil. Kaçıp, kağalla tutulup ya etilip. O 7 adam tağının üstüne çıkıp olgandan keyin asta onun oqtigi, bunun oqtigi kağalla şu aralıkta Muhammed Tursun deydigan bir eylem bar ekan doq şu Aktu'luk esli Xitayda 8 asker olgan bir bala ekan. Oma şölqi mesela biraz elqi kayıp sapagancha bir aralashib qo'yib yurgan bir qarindishimizkan. Bu tuyuqsizlam Zeyd Yusuf'niki bir ishga o'tirablam da'vatlar bu tuyuqsizlam bu pusunliqi nasha emasdan muxrikchigiz degandek. Bu pusul tashlablam Zeyd Yusuf askar olib şu adam şu askar ajoyib bir mahoratda shundaq cho'ng shu bir tep kösegan deydi bu jahda shu jiq Xitoyni mush birodarning aytib o'tganlik. En oxirida taqdi şu Muhammed Tursun degan qarindishimiz şu Zeyd Yusuf en ahir şu ikisi qilib en ahirda şu Muhammed Tursun şu nurgun Xitoyni o'ltirib etib ondan bu en ahir şehit bo'lganligini eliq birada ko'zidan ko'rganman deb turdi. Ana şu arlıqda o Muhammed Tursun degan qarindishimiz şehit bo'lib ketgandan keyin deydi bu Zeyd Yusuf'ning tağının en ustida men qilib yana bir yan qarindishimiz bormi yo'qmi bilmayman. En ahir ishimiz qolganda to'yildi menga deydi. Şu jagdamızdan sen çıkıp ket deydi. Sen çüşman ket depti. Men qanday kedim etrafımızda çömülüydü. Xitayning askerlik qorshab kelib olsa, men qanday keta alayman desem,
izleydi. Sen yaşta öğlenmedin. Sen buradaki nurgun işlerini kılırsan ket depli beni. Depti yanıma vurmasam çıkıp ketmem buyruğu boysun depli çürüvedi deydi. Ben tağdan düşüp şu bizden aldığımız şerh karalık deydi. Bu tağdan ki şimal tarafından, cenub tarafından, şerh tarafından şundak askerler çümülde kililik deydi. Şu anlıkta bu kanda oldu ben çıkıp kettim deydi. Düşüp aşı bir daraxtın tüyü kişilip yuqan bir Kur'an taşının kışıda yetip elip angat keçi oldu şundak kılıp ilki özlemdeginde pakıraydıgan, nuru çıkırdıgan nersen hemen taşlı yutip ayında bir ömülüp kandak çıktım askerinin qateden çıkettim dedi. Askerinin qateden çıkıp bir yağı basam deydi bu bir Xitayning askeriga o'q tegib bir moto bir asker bir ülek asker bir motoni azgal yadıdı deydi. Anı çırplam böyle motonu üleplam kaşka çıkıp asker ülekten kiyimini saldı kiyip motonu menip kuralını motonu aldı koyaplam yansa taraf qarab mağdım deydi. Mağgandan keyin bu şu yansaga yakın bagan vaqtda çömülüdek askerler müde kiyip aldım deydi. Şu Qashqardan Yangishardan chiqqan asker Aqto'ga taraf qarab kelib o'tibdi. Endi men hech joyga motoni shu tizlaga deb tikanmay yandan mayl oldiga berib qoldim dedi. Asker degan shunda cho'mildek ashunda patmay kelib deydi. Men Qur'onni motoni oldiga qo'yib o'sha tushsab o'q chiqargan qilib qo'yaplar. Bir qulan motoni deb bir qulan Qur'on tutib maqdim deydi. Uçuşta Xitoy asker kimi var? Şu bu ciddi bir hizmetler manga o'xshaydi bu deblam yo'ldaroq ichib berdi askerlar. Shu ben ütep ketdim dedi. Ütep ketib, shu bir yer baqa vaqtda motona şu Yangisaning nimasi bir ko'l bor ekan deydi. Kech bo'lganda shu motoyda ko'lgilam ishni yutib, kiyimni selib yutib, shu g'ayib bo'lgancha, g'ayblab ketib, anne jildan keyin men tutilib qayta turmoqqa kelgan deydi. Endi şu Zeyni'ninki talip çak baktırdımı, endi talip o'qiga baktırdımı, biraz xarakter, mejaz, psixikasi boshqa bolalarga o'xshamaydiganligi, az yeydigan, az uxlaydigan, nayt oddiy kiydigan, hemen hiç g'amkin, kech-kechlab tahajjud namozni yaxshi tahajjud o'qiydigan, shunday qilganlik ham bu bizning Turkistonda Qashqa, Xotan, Oqso'g'ich, hatto Urumchi, G'uljigacha bu dangliq mashhur odamning hammasining oldiga berib, bunday ish qilmoqchi biz deb buni taklif berganligi odatda bo'lar. Onun deyishicha biz qurol yaroq o'chaqda biraz bu vaqadan 8 yil burdan jiglik vaqasi bo'lgan payzonlashdi. Qurol degan mezgilda ambalıq besig'liq misol. Biz kichkimizni ko'rdik o'zi qurol yaroq endi. Shu chaqda qurolni tanlab oson ekan, ammo ular biz Aqso'dan bir qillik edim, Qashqardan bir qillik edim, Xotandan buyda biraqlam qo'zg'alsam, vaqtda Turkistonda ham yerda haq o'tirib chiqqandan keyin biraz qalb qilish imkoniyati bo'ldi deb ashunda o'rinlashtirgan vaqtda bu belki planga yetmay faqatlam ish vaqtdan burun pashop qilishga majbur bo'lib qolib Aqto'dan o'ltirib chiqib qag'aya jivib ketgan degandek ayda hikoyani deb birdi. Andajim 95 ana turmudan chiqib ana izleyicisiniki qabrisga baray deb shu eski balını başlap Qashqarning mush, To'qizaqning mush yesiq berib mushdan anıza 12 kilometr yo'lni piyoda berib qabrisga bordim. Aqto'q berib qabrisini ko'ydim. Endan keyin shunda bir kesak qilib qatirib qo'yapti anıza shu urush bo'lgan yeziq ichirib shu yoqda shu bodga do'konlar, shu tereklar, shu tamlar, shu o'qda ekan aynan shuni kirib inib kelgan. Bu da şu jaqda so'rasam Zeydning üstündeki ayoli bir baladan qapti ekan tuq. Shu 90-yillarda. Bu bala o'g'il ekan tuq, bu da shu 2013-yili Urumchida bu balani ekilib to'yni qilib o'lganligidan bir qarindoshimiz qizini berganligini ana nima bo'ldi? 20 yildan keyin bu balaning o'g'lini mishal ko'rdim Urumchida. Xo'sh. Qatnaydi. Endi bu barın vaqasi to'g'risida endi bu barındaki bu turmuda ana buni hammasi ismini deb yursak u qarindoshlar hammasi turmuda hozir. Xo'sh. Jamal Mehmet deymiz endi. Muddasi mi uni? Muddasi endi aşağıdan bular Jamal Mehmet, İbrahim Ahmet, Nur Sadir deydigan to'ytaylar beshaylar qoldi. Yana andiza Turg'un
Abdülkerim, Turgun Eysa, Sulayman Eysa deydigan töteylerini. Bu da 20 şu çağda 19 yaşlık, 25 yaşlık balı iken, 16 yaşlık balım var ekan. Bu balı şu çağda 16-17 yaşlık balı oğul için bularni jigi alqini. Mındaq 20 kesip diken. Bu da bola men bilen billa 2013 2011 turmadan qaytdan 20 yıl olub ketip çaqdı. Bu turmadan qaytib chiqdi. Hani bu İbrahim Mehmet'le Nur Sadir, bu Cemal Mehmet bola turmadı qaldı bola. Chiqdi bunday siz kesip diken. Hoş. Allah'tan de biz ona diyecek hem de salamını kılışamayız hem de şu ola ayrım bir turmadan turdu biz gaye bir şey çıkarımız gaye ayrı bir dedi diyendik. Ama Zeydi ismindeki bu ustazınınki bu Xitay'ı şunu şu Kağlıski ustaz Abdülkerim Muhammed Mahsum Hacim'le zaten Türkistan'daki yani Uygur'daki en çok terörçi Karaydı Xitay. Hem de şu ustazının kolu yetilgen Balla. Mesela şu Zeyd Nusip, Himmet Talim deydigan kardeşlerimiz enandan başka nurgulları. Şu Ubul Kasım deyimiz, Halil Tur, İdris Khan, Kağla Khan deydiganlar. Şu yılın aldı keyinde 95'liğe kadar demedi. Aksu'da bankı bolla 5 milyon pul bulgan işte bizden bulgan en ahirinde 95. yılı 5. ayda şehit kıyıtı Xitay. Bunun demek ki hazırlıkçı barın inqilabı elqi, barın halkı, en Kaşgar halkının bütün Türkistan halkının enada çok bir elqi. Tamam. Elqi gerçi bu vaka çok bir elqi muvaffaqiyet kazanmagan bolsa mu? Elqi naiti. Uygur halkının çok bir elqi o siyasi cihati bir uygunlaşıga çok bir sebep bolgan bir iş açkan bir teşkilat. Yani biri şu da anlasak hem de silahlı dilli o bu elqi 300'e yakın adam Umumiy qatnashganlar 500. 5'te 200 dan to'g'ridan qo'shdim. Bek askeri bir Xitoy şu jag'da 22950. 3 asker o'lgan Xitoydan deydi. Qanday deb men Ayşa'da birisinden paranlaştım depirdi valla. Zeyniyus'un taktikisi deydi. Bu Xitoyning askeri Mayandan bir ormanlık bola şu urilishdi ekan. Asker Madriddan kelibas askarning oldiga yugurib nurg'un Xitoyning aytilgan poyjanglar emasmi? Poyjangdan da nurg'un poyjang edib berib bu daraxtga esib qo'yapti. Ava jiroqqa. Esib qo'ygandan keyin u poyjangni esib qo'yib, aytib nere tatbiq etib o'zining qashig'iga kelib qo'yaplar. Qo'ygandan keyin Xitoy askari hadib kelibas kechin deydi. Poyjangga o't qo'yib berganga. Apır poyjang atağından bir yerde ormanda gum etli vergen Xitoy askari hammasi belki yo'g'on kelib, oxirida kelib bu aytib. Ana oxirida jaqda qirib etganligini. Oy maşallah. Kuzlaşmalı taktikisi aşında poyjangdan aldam andan çık askerini öldürüp etkenligi. Andızda yana bazı askerler hem de özünün adamlarını Müslümanlı mücahitlerini ölgen askerinin kiyimini giydirip yani öyle kiyim tip giyip bir plan Kur'an'ı edin bulab berip Xitoyni atqan deken Xitoy adı deken anda birinci qatam berip Xitoyning askeri Xitoyni atqandagi bir ko'rinishini ko'kitib qo'yib chekinigan deken keyin Xitoyning askeri o'zi Bayanning Xitoyning askeri bo'lib bu balla o'zi Xitoyning askerlarining kiyimini kiyib beriblar ma bir tiribni etib qo'yiblar bayan qachidi ekan. Qaytlar bayan yenib kelsa, ana mal qo'g'lab kelib o'zining askerini atqanlar. Astagfirullah. Shunday qilib bir ashunday qilib taktika bilan Xitoyning o'zining adamlarini jiqib o'ziga o'tkazib etganligini aynan bir hikoya qilib turdi. Shunga bu shu chaqda ashunday natija Xo'sh. Çok bir qalbiga erishib Xitoyning bu zamanini qo'llab chiqaramagan bo'lsaqmi, faqat bir şuar, g'oya to'g'ri, faqat jihad, Allohning dinini ustun qilish, faqat Abdülkerim Muhammed Mahsum Hacimdek katta bir siyosiy, bir katta diniy olim, bir mujtahid olimning qo'lida tarbiyalangan, madrasada Qur'on va hadisning suyida sug'urilgan va buloqdan suv ichgan, to'yingan, yaxshi bir taqvodor, bir mujohid, bir mu'min, bir olim odamning rahbarligida ilm olgan bir qurolliq kurash. Yani komünist kafirlikka karşı hiç qanday qilqi shak va shubhasiz hammamiz o'lgan va o'lish tegishli bo'lgan bir tarixiy xarakterlik bir bilqaraydigan cho'ng bir inqilob. Bir qurolliq taqo'dga qarshi jihodiy kurash deb qaraymiz buni inshaalloh. Endi demak keyingi ishlarni jiq yuz berdi, lekin az jiq odamlar bilan jiq ishni boshlagan bo'lsaqmi, önemsiz Xitoyga bo'lgan Xitoyni bedel tültish qaymoq turish,
Xitoyni ozdirishdik bundaq imkoniyati chiqib bo'lmagan. İlgari keyin. Endi biz ikki qadamliq davlat qurishdan boshqa ba'zi analizchilarimiz Xitoyni analiz hisob emas. Xitoyning jo'sida o'tirib turib, Xitoyning chayini ichib turib muloyiza qilgan hisob emas. Faqat bu tarixda 60, 70, 80 yoshlarga kirgan, hatto 44-yil, 33-yildagi davlatlarimizningki urushlariga, bu zafarlarga qatnashgan, yoki bu zafarlarning shalliq tarixlaridagi shohid, hayot guvohchisi bo'lgan, hatto bari inqilobi bu qo'zg'olon partlagan qadar o'zi yashab kelgan odamlarningki diyonatlik o'zi masjidda o'tirib turib elib berilgan mulohizada faqat bizningki tariximiz 100 yillik tariximizda Sabit Damollamning 33-yildagi Turkiston istiqlol Cumhuriyet qurishi, endigi Elxon Turining davlat qurishidan boshqa 3-chi qatimliq eng cho'ng, eng sayi to'g'ri elib berilgan bir jihodiy kurash deb mundaq ta'riflaydi ustozlarimiz, cho'g'larimiz. Tamam. Mening bu vaqtda biladiganlarim shu qadar ham demak nurg'un bizim ham shu barin ruhidan ruh olgan. Misol, u mezgilda mening qalbimda adlishan deb qo'ydim, men tasavvufdan ta'sirga uchragan bir odam. Xato demayman, ammo biroz bizning vaziyatimizga, bizning hozirgi krizisimizga biroz muvofiq kelmaydi. Ham nurg'un o'shiq nasl qetilib bid'at, shirik e'tiqodlar jiq buzilib ketgan asli bir tasavvufning sabr yo'linishi. Biz böyle buzulgan bir yo'lga kirib qilib, nima qilarimizni bilmay qanqib turgan vaqtimizda barında bu inqilob partlab, dushmanimizning kimligini, do'stimizning kimligini, nima qilishimiz tegish ekanligini bizga aynan ko'rsatib bergan bir tarbiyaviy xarakterlik cho'ng bir voqea bo'laqliq. Biz barin ruhi, barin inqilob bizni bugungi kunda mana minglagan, 10 minglagan mujohidlarni Xitoyga qarshi yetilishimizga sebep bo'laqliq. Mesela Abdulmuhammed Maqsum Ashqalot ustoz shu anglaymiz 5-6 ming o'quvchi butun Turkistonning har yerlaridan o'qigan, hatto Qo'mil Turpandan G'o'ljidan tatib kelib, butun janub va shimoldagi. Bular har yerga tag'gan. Mana hozir bu yerda shu Abdulmuhammed Maqsum Zayd Yusuf bilan barabar o'qigan odamlar Abdukarim, Karim Abduvali, Hasan Maqsum rahimahulloh, undan boshqa yana nurg'un ustozlar bor. Ular shu chog'ga taliblar bo'lgan yashandi. Shularningki tarbiyalagan o'quvchilari, tarbiyalagan taliblari bugungi kunda mana bu 15-10 yilni qo'lji voqeasi, o'limchi voqeasi, undan boshqa cho'ng-kichik nurg'un voqealarni Xitoyga qarshi elib berilishiga bugungi kunda biz qandaqli bo'lmasin 20 yilni Afg'onistonga yoki bu zamonlarda hijra qilib kelib, cho'qim Xitoydan biz uzul kesil ta adaqqicha bu jihodiy kurashni davom qilmoq bo'lmaydiganligi, cho'qim bu tizbikmay bu Xitoyga mangu Allah'ın düşmanı deb qarshi turishdik bir xil ruhni ana shu ustozlarimiz qog'oz yetilgan ana shu taliblar ichidan chiqqan Zayd Yusuf, Hasan Maqsum va boshqa ustozlarimiz bugungidek bizning yetilishimizga bular sabab bo'ldi. Bu cho'ng bir qalbi inshaalloh. To'g'ri, haqiqatan yaxshi echib bilaman shu so'zni anglab o'tib hozir. Shunda bir narsalarni o'ylab qolmayman. Rabbimning an-Nasir, ya'ni nusrat ato qiluvchi, g'alaba ato qiluvchi degan sifati Qur'oni Karimdagi bir qissa, ya'ni bu Ashabul Ukhdud, ya'ni Sura Burujda qarindoshlar hammamizga ma'lum. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning nusrati, g'alabasi aminatda shu qarindoshlarimiz shunchalik oz sondagi qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan mushuncha vala kafirlarni o'zida nachasi ko'p kelgan shu kafirlar bilan 9 kecha kunduz jang qilib, ya'ni bu amaliyotda eng oxirgi natijada, ya'ni cho'ng bir natija chiqarib musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashmagan bo'lsa-mu, mush qarindoshlarimizga nurg'un bir mo'jiz xarakterlik bir Allohning yordami, Allohning g'alabasini ato qilganligini ochiq ko'rib olamiz. Chunki g'alaba faqatlam yana bir tarafninki bir ikki qarshilashuvchi tarafning birisininki g'olib bo'lib eng oxirgi natijani qo'lga ola olgan bo'lsa g'alaba, olanmagan bo'lsa mag'lub bo'ldi degan qarash islomda bunday narsa yo'q. Islomda g'albaning turlarining ichidagi birisi, ya'ni Alloh yordam qiluvchi, g'alaba ato qiluvchi faqat va faqat Alloh degan bir ismi bor Rabbimizning an-Nasir deb.
Şu qalbining boshqa turlarini so'zlab o'taman. Qalbining turlarining birisi bo'lsa bir insonniki yoki bir jamoatninki o'zining prinsipida, o'zining e'tiqodida, o'zi e'tiqod qilayotgan shu maydonida mustahkam turib, kofirga bosh egmay, mag'lub bo'lib, dunyoviy bizning ko'zimizni ko'rgan vaqtimizda mag'lub bo'lib o'lib ketdi. Yoki shahid bo'lib ketdi, yoki o'ldirildi, yoki natijaga erisholmadi. Bu amaliyotda Alloh subhanahu va taoloning dargohida Robbimning nazarida nima deb sanaldi ekan degan vaqtida mutlaq holatda g'alaba qilib ketgan sanaldi ekanda. Ya'ni o'zining prinsipida, o'zining e'tiqodida, o'zining shu g'oyasida mustahkam turib, kofirning oldida o'lib ketgan kishilarni qanday qildisa, g'alaba qilg'uvchilar qatorida sanaldi. Qur'oni Karimda ashabul uhdud, ya'ni bu shu o'z vaqtida bu hozir Saudiya Arabistonining chegarasidan chekirdi, bu Najron viloyati shu yana chekirdiganda. Bu Uhdud vaqasini Qur'oni Karimda so'zlaydi. Payg'ambar alayhisalom kelishdan necha 100 yil burun yuz bergan bir voqea ekan. Yani şu yerda Qur'oni Karimda bu yani ashab şu Yaman'da Zunavas degan bir kafir podshoh ekan, Yahudi dinida o'zi Yahudi dinida bo'lgan. Keyin hamda shu joyga yani Uhdud yani asli bu o'rak egilir degan gap, yani Uhdud degan gap nihoyat dahshat cho'ng bir tipdagi bir o'rak ekandan bu o'rak. Bu yerga bunun qissasi nima degan vaqtida İsa aleyhisselam'ın ergeç güçlerinden İsa aleyhisselam'a iman etken bir kişi şu yerge kelip hazırki Necran'a yakın Saudi Arabistan'ın çigirisinin içinde hazır hem de. Şu yerge kelip şu yerinin halkını şu İsa aleyhisselam'a iman etişka hak dinine, çünkü Musa aleyhisselam ketti, İsa aleyhisselam kelgendiyken İsa aleyhisselam'ı ölüp ketken vakitler bu hem de. Bu davet kılıp kelip şu yerda xalq nurg'ulgan xalqlar İsa aleyhisselam'ın dinini qabul qilib, yani haq bo'lgan dinga kirgandikan, bu Yamandagi Zunavas degan bu kafir Yahudi diniga e'tiqod qilgan bu podshoh kelib, bu xabarni anglab darhol askar boshlab kelib, bu yerdagi xalqni tutib aşağıda qiynab, Yahudi diniga cho'qim qaytsan bo'lmasa Nasara dinini qasam bo'lmaydi deb o'ldirib, vahshiy ashunda qilib, unamagandikan bu qattiq cho'ng bir o'rak qo'litib, şu orakka tağdak otunu yığdırıp, köydürüp, şu ot qalab, şu yerda şu iman etmeyen meyli kichik bola bo'lsin, meyli cho'ng bo'lsin, ayol bo'lsin, hamma şu otni vahshiy köydürdi hamda. Şu yerda nurg'ulgan bu qissa, Qur'oni Karimdagi bu qissa shuni so'zlaydi hamda. Şu yerda qanday o'ldirilganligini, yana bu o'rakni qo'lg'uvchilarga Allohning qanday la'nat qilganligini, şu qutila ashabul uhdud Sur Burujda bu qissani nihoyat keng doirada tushuntirdi. Buni olimlarimiz keyin hozirgacha shu joyga bas 20 mingdan ko'proq shu inson o'ldirilgan, shu vaqt ko'ydirilgan ekan. Shuning ustuqonlari hozirgacha shu joyga basa o'rakning vahsh cho'nliqgan bir yo'g'on bir daryoda qildi, dumbalaqamda. Hozirgacha qilib qiliqgan shuni sifatlaydi. Yani Nusratning ashindaq ko'ydirilib vahshiy o'lib ketgan bo'lsa, yani u Allohning dargohida g'alaba qilinganlarning qatoridan sanaldi hamda. O haqiqiy g'alaba qilinganlarniki. Yana Firavunninki qissam shu hozir esim kelib qoldi, qadrli qarindoshlar. Bunun bir ibrat bo'lish yuzidan bir aslatib o'tay deb qoldim. Yani Mashita binti Firavunning qissasi o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar. Bu ayol Firavunning sarayning ichida Firavunning qizlarininki chechin taraydigan bir chash tarig'uvchi ayol, yani satrash bo'lgan kunda shu qizlarining chechini yuyib tarab, chiroyli qilib taraydigan bir ayol. O'ylab boqaylik, buning irimi o'ldirildi. Buning qissasini tafsili o'qisak, irimi shu Firavunninki sarayda Firavunga xizmat qilgan, Allohga iymon etganlik uchun boshda iri oshkorlanib qolib, iri o'ldirildi. Ammo bu ayol ismini bu ayolning ismini tarix bizga qoldirmadi. Biz bilmaymiz ismini. Mashita degan chash tarig'uvchi degan gap arabchilikda. Yani bu Mashita binti Firavunning qizininki chash tarig'uvchisi deb tilga aylandi. Hatto payg'ambar alayhissalom kelgandan keyin payg'ambar alayhissalom Mi'rojga chiqqan vaqtida şu osmonda shundoq bir güzel bir xil puroqni puraydi. Kuyukning purqi aralashgan, shunday bir xil mezlik puroq purab, Jibril alayhissalomdan bu nima puroq ya Jibril degan vaqtida bu Firavunning shu Mashita binti Firavunninki purqi dedi, ko'ydirilgan vaqtdagi. Dash qozonda 5 bolasi bilan ko'ydirib o'tildi hamda. Shu imoyat bir kun chechin tarayotgan vaqtida, yani Nusrat bu yerda g'albining qandoq, kimlarning g'albi qilgan, haqiqiy g'albiga erishganligini tushuntirish uchun deyapman, qadrli qarindoshlar. Bu yerda ana shu ayol bir kun chash taratib, qo'ldan tog'oq tushib ketib, tog'oqni olgan vaqtida bismillah deb oladi. Bismillah degan so'zni anglab, Firavunning qizi, sen mening dadamni bu Allohning ismi bilan degan vaqtida yana
Bismillah degan vaqtında dadamni ko'zda tutib o'tamsan. Ya'ni iloh bo'lgan dadamni ko'zda tutib o'tamsan deganda ekan, yo'q, men sening dadangning parvardigori, mening va sening dadangning parvardigori bo'lgan Allohni ko'zda tutib o'taman deb shuna deganda ekan, Firavunning qiz dadasi chaqib qo'ygan gap buni. Chaqib qo'ygandan keyin dadasi shunlar bu qattiq g'azablanib kelib bu ayolni tutib kelib, men shunda Allohga imorat etaman, men sening va mening Rabbim butkul olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga iymon etmayman degandan keyin bu ochiq gap qanday qilsam bo'ladi deb bu ayolning qarshisi 5 bolasi va hammasiga bir bolasida iymonatgan bolasi eng kichigi. Shu 5 bolasini ko'zining oldida birdan eng cho'ngdan boshlab ko'ydirdi. Unamagandan keyin men buni zodi iymondan yondirman deb qo'ylab boqaydi. Ya'ni o'zining e'tiqodida cho'ng turib o'lgan kishiniki qanday g'alaba qilganligini. Rasululloh nech 100 yildan keyin kelib İsa alayhissalomning Firavunning davridan keyin kelgan vaqtida Mi'rojga chiqqan vaqtida shuning purqin puraldi. Bu g'albimi g'alba emasmi qadrli qarindoshlar? Ya'ni dash qozonda liq shu mis qozonga yog'ni qaynitib, varaqshitib qaynagandan keyin eng cho'ngdan boshlab bir boshdan ko'z oldida birdan soladi. Yo qisib bo'g'ich shu hamon go'shtlari ayrilib birdamdan ichida ustuxonlar ustiga yog'ning ustiga o'rlab chiqadi. Bu manzilni ko'z oldimizga keltirib boqaydi. Bir onaning ahvolini ko'z oldimizga keltirib boqaydi. Birdan ashundoq vahshiylarcha o'ltirib, eng oxirida immuatqa bolasi qo'rqib yig'lab ketgandan keyin bolasining yig'isini to'xtatish uchun eng oxirgi eng kichigini ko'ksiga qo'yib imitadigan imta. Eng oxirgi kichik bolani shu buvoq bolani shu onasining ko'ksidan askarlari tortib, vahshiylar tortib elib, qanday bu onaninki bu yerdagi qayg'uli holati, bichora holati shunda yurib parib ketgan bu holatda shu vaqtda shu onaga Alloh subhanahu bir oz tasalli berish uchun shu yerda shu kichik bir buvoq bolaga zuvon beridimdi. Ha, shu vaqt til berdi. Ana da shu vaqtda shu yog'ni oldiga epri holatda onasiga biroz ko'ngli bir narsa berish uchun tasalli topib uchun Alloh shu bolani so'zlatib, ana siz haqiqatning ustida mustahkam turing. Qat'iy bo'shashmang deb deydi, u bolani tashib o'tib kichik buvoq bolani shu hamon yig'i o'rlab chiqadi. Eng oxirida onasini tashlaydi. Hammasi shu yoqda kuyib o'ladimdi. O'ylab boqaylik, ana shundoq bir ichinishlik bir shaklda ketgan bo'lsa-mu, kichikgina bir shu vaqtdagi ig'ir bir imtihondan o'tadi. Necha yuz yillardan keyin, necha asrdan keyin payg'ambarimiz kelib ta hozirgacha erishni shuning puruqi qaysi go'zal jannatlarda, oxiratdagi jannatlarda qanday kunni ko'rdi albatta u Rabbimizning o'ziga ma'lum bir narsa qadrli qarindoshlar. Ya'ni g'albi nusratninki qanday, ya'ni bir insonninki dunyoda illaki bir chuqumli bir men uning mevasini men yeyishim kerak, men ko'msam g'albi bo'lmaydi. Boshqa nurg'unlagan kelayotgan musibatlarning hammasi menda hech qanday natija qo'lga keltirmay ketib qoldik desak bo'lmaydi. Amaliyotda musibatlar bu kelganning hammasi shu haqiqatning ustida ketgan bo'ldi ekanmiz. Muhaqqaq Rabbimizning oldida nusrat hisoblansa, Rabbimizning dargohida biz g'alaba qilguvchilardan bo'la olsak, bu eng muhim narsa qadrli qarindoshlar. Bu voqelikdan albatta bunday bir darsni chiqarishimiz kerak deb bu qalbimga keldi. Suhbatimiz mishada oxirlashtirildi. Vaqt munosabati inshaalloh yangi bir qatimliq suhbat ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Vaqtlaringiz chiqib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.